Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Napoleon tayyorlaymiz. Buning uchun 500 gram margarinni, harorat turgan margarinni olib, un bilan uqalab olamiz. 200 ml suv solib, yumshoqqina xamir quramiz va zuvolachilarga bo'lib qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni list barobar qilib yoyib chiqib, chetidagi ortiqchalarni kesib olamiz va pishirishga qo'yamiz. Pishgan xamirlarimizni olib tayyor bo'ldi. Endi kremni tayyorlaymiz. 300 gram shidriletaga moloko solib, yaxshilab quyilguncha aralashtiramiz va tayyor bo'lgan xamirlarimiz ustidan quyib chiqamiz bir tekisda qilib va taxlab olamiz. Ustini taxlaganimizdan eng ustki qavatiga moloko surmay turamiz. Kremimizni list bilan bosib olamiz. Bir tekis bo'lib, chiroyli bo'lish uchun, kesishga qulay bo'lish uchun. Ustiga ham krem surib, qolgan xamirimizni bitta qismini urvoq qilib sepib olamiz. Tayyor bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Dasturxonlarda ham qo'yganinglarda yumshoq, og'izda erib ketadigan bo'ladi. Yoqimli ishtaha.